Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar, Allohning salom va mag'firati barakat bo'lsin. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 61-cho'ng gunoh ortiq suvni bermaslik. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo sura Mulkning 30-oyatida bunday deydi. Ularga aytib beqinglarchi. Suyunglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim yaqin su keltirib berdi degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday deydi. Hacetinglardan ortiq suvni hojatmanlardan to'sib qo'ymanglar. Unda qilsanglar o't cho'plarning o'sishini to'sib qo'ygan bo'lasizlar. Birlikka hadis. Kimki hojatidan ortiq suvni yoki ortiq o't cho'pni to'sib qo'ysa, Alloh taolo qiyomat kuni fazli karamini uningdan to'sib qo'ydi. İmam Ahmed rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımda deydi. Allah Teala kıyamet günü bunda 3 türlü kişiye gap qilmaydi. Ularga rahmet nazir bilan qaramaydi ve ularni günahdan paklamaydi. Ular qattiq azap duchor bo'ldi. Birinchisi çölde yaşaydigan ve hacetinden artık suyu bar kişi bulup o suni yo'lovchilarga bermaydi. Yana biri boshliq qilgan mol dunyo uchun bayat qilgan kishi bo'lib, agar u uningga pul mol dunyo berib tursa, bayatiga vafo qiladi. Bermasa vafosizlik qiladi. Uchinchisi, birovga asr namozidan keyin mol sotadigan. Uni ishondirish uchun men bu molni manch pulga oldim deb Allohning nomi bilan qasam ichadigan kishi bo'lib, xaridor uning ishini. Halbuki amaliyotda undaq emas. Birlikka hadis. Yana bir hadisda mundaq deyilgan. Alloh taolo suni ortiqini bermagan kishiga xuddi sen o'z kuchingga tayanib ega bo'lmagan suni to'sqiningdek bugun men fazli karamimni sendan to'sib qo'yman deydi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Shuningga qarindoshlar, bu yerda bir necha masala so'zlanadi. Birinchisi suvga yoki boshqa narsaga o't cho'plarni deb muhtoj odamlarga o'zimizning hojatidan ortiq su yoki boshqa narsalarimiz bo'lsa, shular bermasak, og'ir gunoh bo'lganligi so'zlanadi. Çölde yashaydigan insonlar uchun suv masalasi. Undan boshqa çölde yashaydigan odam bo'lib, ortiq suvni boshqalarga bermagan odam. İkincisi, boshliqqa bay'at qilgan. Uningga qalbida mushuning qo'lida men ishlab mushuning bilan bir yo'lda manaman deb emas, menga mol dunyo bersin, agar bermasa men yenib olman deb bay'at qilgan odam deydi. Uchinchisi, mol sotquchi. Melini yolg'ondan men 100 so'm olsa 200 so'm oldim deb boshqalarni ishontirib turib, ondan qarab foyda ilib sotadigan odamdan Alloh taolo qiyomat kuni uning gunohini kechirmaydiganligi, og'ir gunohga duchor bo'lganligi bayon qilyapti. Bunda işte diqqat qilish kerak. Bizning cho'lda yashaydiganlarimiz yo'q bo'lishi mumkin. Agar shunday ishga duchor bo'lib qolsak, o'zimizning ehtiyojini ortiq su bo'lam demaklik bo'lsa, ehtiyojli odamlar kelib qolsa bersak bo'ladi. Boshliqqa bay'at qilgan chog'da bu yerda burun biz o'rgangan hadisda shart botdi islomiy shariatga uyg'un bo'lgan boshliqlar o'rgangan. Boshliqqa bay'at qilgan chog'da qarindoshlar uningga shu haq yo'lda mustahkam bilib mangadiganlik niyatimiz bilan bay'at qilishimiz kerak. Şunun qo'lasida ishlashimiz kerak. Agar mol dunyo bo'lsa, turman bo'lmasa, g'ibbatga ketaman, uni yuz o'raman desak, qiyomat kuni og'ir azobga qolamiz. Bunda odamlar ko'p bo'lib ketib bordi. Hali ham ko'ryapmiz, yaxshilik yo'qmikan, foydalik yo'qmikan, bir narsadan bermam ekan, taqatmam ekan degan gaplar bo'lib turadi. Javobni beryapmiz. Bunda ishlar yaxshi emas. Lekin bu mol sotquchining ahvolini bizga intayin ko'p yo'liqqan masala, ko'p yo'liqqan. Mayli qanday mol bo'lishidan qat'iy nazar, men manch pulga olgan emas. Men manch sotaman. Olsang ol, olmasang o'zingni ishi deyish kerak. Zo'rlab men manch pulga olgandim deyishdan keyin
zo'lab bir ig'ir gunohga mubtalo bo'lishning hech qanday hojati yo'q. Hech qanday hojati yo'q. Ha, ben buncha pul aldım, qancha pul aldinsa uni so'rama bo'ldi. Olsang mana mushu. Ammo boshqa yerdan olasan desa bo'ladi. Zo'lab uni ishontirish uchun manchaga qarata mancha foyda olsang bo'ladi deyishning hech qanday bir ahamiyati yo'q. Yani ahamiyati yo'q. Uni deyishning nima hojati bor? So'rab turib olgan taqdirda nima qilsa ham so'rab, shariatga uygun emas uchun so'rab nima qilsa deyish kerak. Shuningga bunday ishlardan o'zimizni nereye tutishimiz kerak. Gunohkor bo'lib qolishdan saqlanishimiz kerak. Gunohkor bo'lsak, azobga, qiyomat kuni ig'ir gunohga, azobga, do'zax azobiga o'zimiz duch kelamiz. Boshqalar tatib berolmaydi buni. Alloh taolo barliq qiyindoshlarimizga darslarimizni manfaatli qilib bersin.